Hello guys, hello men. Bugun sizlar bilan birgalikda Aslanboy, Kardinal, Lapar Davron eng arzon UCSers kimdi? Shuni sizlar bilan birgalikda tekshirib ko'ramiz. Assalomu alaykum barchalarga. Sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videoni sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Tak, qanaqa video bo'lishini sizlarga tushuntirib berdim. Video sizlarga ancha manfaatli bo'ladi. Tak что oxirgacha ko'ringlar. Mana shu videoni ko'rib turib sizlar tekinga UC ishlab olsanglar bo'ladi. Qanday qilib deysizlarmi? Tak, prosta mana shu videoga bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bosib qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar va kommentariyaga xohlaguncha kommentariy yozasizlar. Qancha ko'p yozsanglar o'zingizlarga yaxshi va ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olibni aniqlab o'z UC'sini tashlab beramiz. Tak, mana bu yerda chiqadi. Bundan oldingi videomiz g'olibi. Bu kishiga UC'ni tashlab berdik. Agarda sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, shartlarni to'liq bajaringlar akalar. Unda akalar biz boshladik. Birinchi bo'lib ko'radigan UC servisimiz bu Aslan UC servisi. Hozir akalar mamnun qilamiz. 3 ta UC servisi hammasini narxlarini ko'ramiz. Birinchi bo'lib screenshot olaman va 3 tasini solishtirib ko'ramiz. Kimniki eng arzoni? Tak, bu yerda Aslan UC'da narxlarni ko'rishinglar mumkin. Men buni shuni rasmga olaman. Mana ko'rdinglar, oldim. Tak, endi biroz aytib o'taman. 60 UC 13 ming so'm ekan, 120 UC 26 ming, 180 UC 39 ming. Xo'p, endi katta UC'larni ko'ramiz. 8100 UC 1 million 150 ming so'm ekan. Tak, bu yerda 16200 UC 2 million 300 ming so'm ekan. 16200 UC dab. Tak, bu yog'i mana narxlarni ko'rib turibsizlar. Men screenshot oldim. Aytgancha video davomida sizlardan bitta narsani iltimos qilaman. Jigarlar ko'p kishi biladi, ko'p kishi bilmaydi. Men 3 oy ichida, ya'ni 19-sentyabr kuni tug'ilgan kunimgacha mana shu ikkinchi kanalimizni 100 mingta obunachi qilishim kerak. Bu nerealli, lekin biz bitta birlashib podдержка qilsanglar 100 mingta easy bo'lib ketamiz. Tak что, akalar shu joyda videoga like bosib, kanalimizga obunalar bosib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Sizlardan hech balo ketmaydi. Mana shu kanalda tez orada streamlar yoqamiz. Prosta streamga kirib turib, tekinga erplar yutib ketasizlar. Tak что qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Demak, biz bu UC servisini ko'rdik. Endi ikkinchi UC servisi ham ko'rsak bo'ladi. Men buni hozir rasmga oldim. Davay. Ikkinchi UC servisimiz bu Lapar Davronning UC servislari. Xo'p, bu yerda narxlarni ko'rib turibsizlar. Aytib o'taman endi 5-6 tasini. 60 UC 13 ming so'm, 180 UC 39 ming so'm, 120 UC 26 ming ekan. Xo'p, endi katta UC'lar 8100 UC 1 million 150 ming so'm. Tak, 16200 UC 2 million 300 ming so'm. Pashti Aslaniki bilan bir xil ekan. O'zi bir xil bo'ladi. Raznica bir o'zi bo'lsa 1-2 ming bo'ladi. Tak, buni ham men rasmga olaman. Mana ko'rishinglar mumkin UC narxlarini обязательно screenshot qilib olaman. Bo'ldi, bu ikkinchisi. Endi uchinchi bo'lib mana UC servisimni ko'ramiz akalar. Nima uchun? Bu videoni asosan mana obunachilarim ko'radi. O'shaning uchun mana ham UC servisimizni ko'rib o'tamiz. Tak, aytgancha sizlarga birinchi bo'lib aytadigan narsam bizda mega skidka. Ya'ni nafaqat O'zbekistonda, butun dunyodagi eng arzon UC servis. 3 kun skidka foydalanib qolishinglar kerak. 3-may, 4-may, 5-may, 6-maygacha. Tak, narxlarni ko'ringlar. Bu narxlarni akalar Midas saytidan oladiganlar tekshirib ko'ringlar. Dashi saytdan ham arzon. Foydalanmasanglar bo'lmaydi. UC servis kerak bo'lsa, shu video описаниесida silka bo'ladi. Tak, bo'ldi, buni ko'rdik. Endi glavniy, skidka bo'lmagan narxlarni ko'ramiz akalar. Tepaga chiqamiz. Xo'p, bu yerda mana Real PUBG'dan narxlarni ko'ramiz. 60 UC 12 ming so'm, 120 UC 24 ming so'm, 180 UC 36 ming so'm, 325 UC 58 ming. Endi katta UC'lar 8100 UC xo'p 1 million 100 ming so'm ekan. Tak, bu yerda yana qanaqa 16200 UC 2 million 200 ming so'm ekan. Da akalar, narxlarni ko'rdik. Buni ham обязательно screenshot qilib olamiz. Va oxirgi ko'radigan UC servisimiz bu Kardinal UC servisini ko'ramiz va hammasini endi solishtiramiz. Ketdi. Va nihoyat Kardinalni original profiliga kirib oldik. UC narxlarini ko'rishinglar mumkin. Men bu videoda bitta narsani aytib o'taman. Men hech qanaqa UC servis larni hate qilmayman. Prosta sizlarga ko'rsatib beryapman.
Keyingi safar qaysi yuz servislarni solishtirishimni xohlaysizlar, обязательно kommentariyaga yozib qoldiringlar. Eng arzon yuz servis O'zbekistonda kimniki deb o'ylaysizlar? Davay. Tak, bu yerda kardinalligini ko'ramiz. 60 UC mana tak mamnun qilamiz. 13.000 so'm, 120 UC 26.000, 180 UC 38.000 so'm. Endi 325 UC 62.000. Kattaroq UC'larni ko'ramiz. 8.100 UC bu yerda narxi necha pul? 1.150.000 so'm. 16.200 UC 2.280.000 so'm. Okey. Buni ko'rdik, buni ham screenshot qilib oldik. Mana. Endi hammasini bitta qilib solishtirib ko'ramiz. Akalar, yana bir marta eslatib o'taman. Agarda podpiska tashlamagan bo'lsanglar, podpiskani tashlab, shu videoga like'larni bosib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Tez orada strimlarni ham yo'qamiz. Challenge'lar qilamiz. Kirib, prosa erpeli yutib ketasizlar. Davay unda. Tak, endi solishtirishga o'tdik akalar. 60 UC Aslam UC'da 13.000 so'm. Bu yerda Lapar Davronda 13.000 so'm. Tak, Real Bubjikda 12.000 so'm. Kardinalda ham 13.000 so'm. Da, pashti hammada bir xil. Menda ham 13.000, to'g'risini aytaman. Ba'zi payt 13.000, ba'zi payt 12.000 so'm. Bu endi 120 UC Kardinalda 26.000 so'm. Real Bubjikda 24.000. Tak, Lapar Davronda 26.000. Aslan Boyda ham 26.000 so'm ekan-da. 180 UC 39.000 Aslam UC'da. 180 UC Lapar Davronda ham 39.000. 180 UC Real PUBG'da 36.000. Bu yerda Kardinalda 180 UC 38.000 so'm. Nima balo bular hammasi hamma bular narxi bir xil qolganmi? Tushunmadim. Tak, 325 UC Kardinalda 62.000 ekan. Manda Real PUBG'da 325 UC 58.000. Lapar Davronda 325 UC 60.000. Aslan Boyda 325 UC 60.000 so'm. Demak akalar, endi 660 ni ko'ramiz. Yo, da 720 UC ni ko'raylik da. 720 UC Aslan UC'da 130.000 so'm. Lapar Davronda 720 UC 130.000. Xo'p, menda 720 UC 126.000. Kardinalda 720 UC 137.000 so'm. Xo'p, endi akalar 1800 UC Kardinalda 299.000. Menda 1800 UC qancha? 280.000. Tak, bu yerda Lapar Davronda 1800 UC 300.000. Aslam UC'da 1800 UC 300.000 so'm. Endi kattaroq sekin ko'ramiz. 5650 UC 870.000 so'm Aslam UC'da. Lapar Davronda 5000 nechida? Xo'p, 5000 necha? 5650 Lapar Davronda bormikan? 5650 menimcha yo'q akalar. Da, yo'q ekan. Da, unda 8100 UC ni tekshiramiz. 8100 UC Aslam UC'da xo'p 1.150.000 so'm. Lapar Davronda 1.150.000 so'm. Xo'p, menda 8100 UC 1.100.000. Kardinalda 8100 UC 1.150.000 so'm akalar. Tak, endi 16200 UC Kardinalda 2.280.000 so'm. Real PUBG'da 16200 UC 2.200.000 so'm. Tak. Lapar Davronda 16200 UC qancha? Tak, bu yerda to'p qo'ydi. Bot 2.300.000 so'm ekan. Aslan Boyda 16200 UC 2.300.000 so'm. Bu yerda yana narxlar bormi desam, yo'q ekan akalar. Tak. Mana akalar, ko'rib turibsizlar, biz 3 ta yuz servisni solishtirdik. Endi o'zimnikini qo'shmayman. Prosta meni obunachalarim borligi uchun o'zimnikini ham qo'shib o'tdim. O'zingizlar ko'rdinglar, o'zingizlar narxlarni solishtirib ko'ringlar, kimniki eng arzoni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingi safar kimni yuz servisini shunaqa test qilaylik. Davaydi. Обязательно kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bitta perxod qilamiz. Mana do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Real PUBG bo'ldi. Tak,
Mana do'stlar, videoni agar shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga maksimalniy поддержка 3 oyda 100 ming obunachi yig'ishimiz kerak. Так что videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Akalar 40 ming, 50 ming prosmotr olyapti videomiz. Atigi 40 mingta odamdan 400 tasi подписка tashlayapti. U вообще degan akalar, почти 90-95% подписка tashlamasdan kuzatyapti. Так что подпискаlarni bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha